Menda hech qanaqa montaj videoni qo'limni ko'rsatib boshlayib bilinsa relyefni загорелый красавчикligim. Menda hech qanaqa montajyor yo'q akalar. Haligi raqamlarni zo'r qilib juvvat yonig'li qilib chiqarib bergani, nomerlarni ham shunchaki og'zaki aytaman, oxirida pastida tekstda chiqaraman. Xullas, gift konkurs boshlamoqchiman. 17 Pro Max'lar 10 ta qo'ymoqchiman. Oranjiy rosa trendda bo'lgan rangini. 50 mingta garant, 70 mingta prognoz qilib, akalar, opalar, agar u kim homiy bo'lmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar bo'ladi. Agar telefon qilgani hijolat bo'lsanglar, makmak bo'lib qolaman deb o'ylab turgan bo'lsanglar, pastda o'sha ikkinchisi Telegram ссылка, o'sha ссылкаga yozib aloqaga chiqsanglar, sizlarga shartlarini, hamma narsani tushuntirishadi. Cho'ntagimga qo'lingizni tiqing, Ulug'bek. Qayerimga qo'lingizni tiqyapsiz, Ulug'bek? Kirgiza olmayapsizmi, Ulug'bek? Ekspertlar yozishi mumkin, atay perchatkami ko'rsatdim, og'ir mehnat qiladigan, yaxshi musofirda qiynaladigan bola ekan deb o'ylaylar deb. Tatuirovkasi bor ekan, yomon odam ekan. Amerikada yurib shuncha pul topyapti, kamigana trak haydaydi, butun dunyoni barmoqlarini og'ziga tiqyapti. Nazari och deyishinglar mumkin. Akalar, Instagramim yaxshi yuryapti, ko'z tegmasin. Nimaga foydalanmasligim kerak? Foydalanamiz, bosish kerak. Xullas, akalar, homiy bo'lmoqchi bo'lganlar, pastdagi kontaktlarga aloqaga chiqarasizlar. Tagin! Musurchi ekan, kambag'al.